Do'stlar, sportsiz ovqatlanish mumkinmi? Ko'pchilik to'g'ri ovqatlanishning o'zi yetarli deb o'ylaydi. Lekin men dietolog nutritsiolog Shahnoza Obidina sifatida sizlarga aniq ayta olamanki, sportsiz sog'lom va barqaror natijaga erishish juda qiyin. Nega deb so'raysizmi? Shu haqida batafsil gaplashamiz. Sport ozish jarayonida bizga taxminan 30% yordam beradi. Asosiy rol esa albatta to'g'ri ovqatlanishga tegishli. Lekin shu 30% ni ham chetga surmasligimiz kerak. Chunki sport metabolizmni tezlashtiradi, mushaklarni mustahkamlaydi va eng asosiysi tanamizdagi charchoq va stress gormonlarini kamaytiradi. Bu esa natijani yanada tezroq va samarali qiladi. Sport hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Agar sizda yurak-qon tomir kasalliklari, yuqori qon bosimi, ortopedik muammolar yoki grija bo'lsa, sportni ehtiyotkorlik bilan yoki umuman shifokor tavsiyasiz bajarmaslik kerak. Homilador ayollarga esa sport faqat yengil, sog'lomlikni qo'llab-quvvatlovchi mashqlar ko'rinishida mos keladi. Shu sababli og'ir sport turlari o'rniga men sizlarga yengil raqs tushishni tavsiya etaman. Raqs bu nafaqat kayfiyatni ko'taruvchi, balki harakat faolligini oshiruvchi, tanani yengil charchatib, energiyani sarf qiluvchi juda samarali usul hisoblanadi. Eng asosiysi raqs orqali organizmga ortiqcha ziyon yetkazmasdan ozish jarayonini qo'llab-quvvatlash mumkin. Bundan tashqari har kuni toza havoda 10 ming qadam yurish ham juda foydali. Bu nafaqat vazn yo'qotishga yordam beradi, balki yurak-qon tomir tizimini mustahkamlaydi, qon aylanishini yaxshilaydi va asab tizimini tinchlantiradi. Toza havoda yurish bu eng tabiiy, eng xavfsiz va hamma uchun deyarli mos keladigan harakat turi hisoblanadi. Mashq qilish uchun eng yaxshi vaqt soat 17:00 dan 20:00 gacha. Sababi bu vaqtda organizmimiz kun davomida yetarli quvvat to'plab bo'ladi. Mushaklar qizib, egiluvchanligi ortadi. Yurak-qon tomir tizimi esa maksimal darajada samarali ishlaydi. Shuningdek, bu vaqtdagi mashqlar stressni kamaytiradi va kechki uyquning ham sifatli bo'lishiga yordam beradi. Demak, azizlarim, sport ozish jarayonida bizga katta yordamchi. Asosiysi uning turini to'g'ri tanlab, organizm imkoniyatlarini hisobga olish zarur. Eng muhimi, sog'lom odatlarni shakllantirish va ularni doimiy ravishda amalga oshirish. Shunda siz nafaqat ortiqcha vazndan xalos bo'lasiz, balki sog'lom, chiroyli va energiyaga to'la inson bo'lib qolasiz. Esda tuting, sport jazo emas, balki tanangizga berilgan eng katta sovg'a.